Bir dasturchi internetda elektron kitob sotadi. Bu kitobdan sotib olgan inson login parol orqali onlayn foydalanadi. Men sotib olgan kishining, sotib olgan odamning roziligi bilan albatta, login parolidan foydalanib, shu elektron kitobdan foydalansam bo'ladimi? Yangitdan sotib olmasdan. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Hozirgi paytda elektron shaklda, kalitli ya'ni login parolli shaklda kitob, dasturlarni oldi sotisi keng tarqalgan. Ana shu ma'noda sotuvchi dasturini yoki elektron kitobni sotuvchi foydalanishni chegaralab qo'ymagan bo'lsa, ya'ni aytsaki, siz o'zingiz va atrofingizdagi ikkita odamgina foydalana oladi xolos, boshqa odam foydalanishi mumkin emas. Yoki 3 tagina jihozda foydalanish mumkin, 4-chisiga joiz emasga o'xshagan cheklovlarni mahsulot egasi cheklab qo'ymagan bo'lsa, u mutlaq sotgan bo'lsa, siz o'sha elektron kitobni login parolini nechta odamga berib tursangiz ham bo'laveradi, ular foydalanishi joiz bo'ladi. Ammo chegaralab qo'ygan bo'lsa, u dastur bo'ladimi, kitob bo'ladimi, o'sha chegaralangan chegaradan tashqariga chiqmaslik kerak bo'ladi. Bu mualliflik huquqini poymol qilish bo'ladi. Ma'naviy haqlardan biror bir haqni poymol qilishga sababchi bo'ladi-da, qiyomatda Allohning huzurida birovning haqqini nohaq yeganlik ma'nosidagi gunohga javobgarlikka yo'liqib qolishingiz mumkin. Shuning uchun buni oldin aniqlaysiz. O'sha elektron kitobni sotuvchi tomonidan chegaralanganmi, chegaralanmaganmi? Chegaralanmagan bo'lsa, xohlagan odamingizga berib turaverasiz. Sharti shuki, uni nusxalashga haqqingiz yo'q. O'z sotib olgan narsani ikkinchi odamga, bir qancha odamlarga login parolli sotishga haqqingiz yo'q. Demak, shundan boshqa holatda oldi sotdi qilsangiz, berib tursangiz joiz bo'laveradi. Allohu a'lam bissavob.